Namnaqa. Anda tom. Ha, aka. Ha. Вот, qo'rg'onchdimi deydi. Mashalloh. Faqat iltimos 10 sekund vaqtingiz ketadi, duo qilib qo'yinglar. Salom qilib oling. Bu har bittasi kichkina pul bo'lmaydi, bilasizlar. Evet, haydi. Kirib olguncha Allohdan so'rab o'tiraman. Shuning uchun ko'pchilikniki yaxshi-da, inshaalloh ijobat. Duo qilib qo'ysanglar, ko'rganda shuni mashalloh deb qo'yinglar, nazar bor. Shunga ozgina ko'p gapirib qo'ygan bo'lsam, uzrimni so'rayman. Mana har bittasini bittalab olib berishga harakat qilaman. Bular 170 kilo, 200 kilo, 250 kilolik mollar bular. 170 kilolik kam lekin. Biz endi buni donaga olinmaydi, oyoq toshiga olinmaydi-yu. Filmli narsalar toshiga olinmaydi. Bir xil savol beryapti, kirayotgan sigirimizni kilosi necha pul? Men bilmayman, lekin shu paytgacha sigir olgan bo'lsam, men kilosiga olmadim. Rossiyada ko'p ekan kiloga sotiladigan sigir. Endi bilmayman. Lekin biz kiloga olmaymiz, aqlimiz yetgancha oyog'ida olamiz. Kiloga olishi bo'tdi, menimcha tavsiya bermayman, chunki Rossiya bilasizlar, molni yaxshi boqadi. Yem tekin bu yoqda pachdi. Kiloga yetkazib qo'yasizlar lekin. Mana shu oddiy jersey bo'lsa ham qaranglar buni badalini. Kiloga oladigan odam qiynalib qoladi lekin. Bo'l, bitta haydab olib ketamiz. Bitta nechta? 100 dan oshiq. Общий 650 ta buzoq olamiz. 6 yana. Ha, Zafar aka, haydi. Mashalloh, mashalloh. Xo'p, bulardan 450 ta. Yo, yanishdim. Xo'p, bundan nechta edi общий? 150? Ha, bu yerda 150 ta ekan. Qolgani qayerda? Kelta, sen de bir yaxshilik qiling. Shundan daqiqa haydab oling. Yolunuzga kelaveradi hammasi. Juda yuvvosh. Maza qilasizlar, xonadonga olib qo'ysanglar, qaymoq yeysizlar. Ko'pchilik sigirga kuchim yetmayapti deydi. Mana ovolasizlar donalab, xudo xolis. Bunaqa bor kundirga pulga qiziqib, kunga tapet sotib qo'ymaymiz. Bo'lmadi deganda bir 70-80 tasini xalq qolib qo'yamiz. Ertaga yetiltirib, tug'dirib, shu yetiltirib qochirib sotaman deganlarga ham
Mana maza qilasizlar olsanglar. Video qilaman. Rozi bo'lasizlar safar. Amuz yetilib qoldi. Bunaqa kattalar ham bor. Mashina ham bir bo'lsa 650 kilo kelsa kerak. Xo'p, yana bitta narsani aytib qo'yaman. Bu yerda mana bunaqa qoralari bor. Yana o'ylamanglar, bu Angus emas. Bu Jersey bilan Holstein Friesian gibridi. Mana shular ham birinchi xoringa 25 ta 30 ta indamay beradi. Endi bu yerda 30 ta berayotgan ekan. Mana ostini ko'rishingiz mumkin. Mana shu ham birinchi xorin. Necha oylik? Balki 7,5-8 oylikdir. Osti. Sekin yetilishi boshlayapti. Zafar aka, shoshiltirmasa sekin. Sekin, shoshiltirsin. Yo, bu bo'lmasa sekin olib o'tishyapti. Yo, tomon. Mashina. Ushlab turasiz mashina. Men kirib sekin aniq qilaman. Tushuntirib o'taman. Jasur. Kiyib oling. Hop, menga qarab. Общий nechta betda suti? Общий 180. 180 tadan 150 tasini olamiz. Inshaalloh 150 tasini. Mana tepasiga keldik. Bugun chislo 2025-27 noyabr. Eng qizig'i bunda hozir 650 ta buzog'i bor. Davom etinglar. Zafar aka sekin haydang. Mana bu. Mol qaraydi, mashalloh. 180 ta. Mana. Hammaqa olalari ham bor. Bu endi o'zingiz tushundinglar nima uchun. O'tqizo'ling Zafar aka, bismillah. Faqat jay yugurib ketmasa bo'ldi. Çık. Az bilasizlar. Mana shunaqa 600-650 kilolik shevetni narxini. Keyin bo'li birinchi qorin keyin bularni jeri juda baland. Shuni ham aytib qo'ying. Zafar aka, bu haydavering o'xtamayapti. Mana bu yoqdan kirsangiz yaxshi bo'ladi. Qani qoch. Ya. Mana oz solishni boshladi. Odamdan qo'rqmas ekan, odam oldi kuyovlar ekan. Haydasa ketmayapti.